Mana endi, qarang. Shu sochingni oldim. Barmog'imni uchida juda nozik ushladim. Manda tutib kesganim yo'q, tagiga botirganim yo'q. Nozik olganimda qara. Qancha yulindi. Endi mana bu har bitta tolalaringni olib, aynan kesgan tolalarimni, qaysi toladan kesilganini topib yopishtira olasanmi? O'g'lim, og'zingdan oddiygina chiqayotgan so'zni ovoz tembrlaringga e'tibor bermaysan-ku, past baland bo'lib, ha nima qildim? Oddiy murojaat, to'g'rimi? Lekin onaning yuragida mana shuncha tolalar uziladi. Va qaysi so'zing qaysi vaqt qaysi tolani uzganini sen anglay olmay qolasan. Haq gapni aytyapman-ku deb o'ylab, ovoz pardangni past balandligini nazoratdan chetda qoldirmagin. Tag'inam onalar, ayniqsa o'g'illaridan uncha-munchaga xafa bo'lishmaydi. Shuning uchun haqiqiy erkak kishi onasi bilan so'zlashayotganda ovoz pardalarini eng pastidan va go'zal so'zlardan topib foydalanadi.